bu taomni tayyorlab bering, sizdan qayta tayyorlab berishingizni so'rashadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Idishimizga to'rtta tuxum, tuz, murch va xohishga ko'ra paprika solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Va tayyor massamizdan quymoqlarni pishirib olamiz. Skоворodkamizga yog' qo'yamiz va bir cho'michdan quymoq shaklida pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan quymoqlarimizni bir chetga olib qo'yamiz va nachinka tayyorlashga o'tamiz. Nachinkamizga xohlagan mahsulot, ya'ni go'sht mahsulotlaridan foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz tovuq go'shti, xohlasangiz mol go'shti. Menda mol go'shti. Va piyozimizni ham mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz va birma-bir masalliqlarimizni qovurishni boshlasak ham bo'ladi. Avvaliga skоворodkamizga yog' qo'yamiz, qizigach go'sht solib, qizartirib to'g'ragach, xohlasangiz tomat, xohlasangiz ikra, menda ikra. So'ng piyozimizni ham solib, yana biroz qovuramiz va pripravalar, ya'ni tuz, murch solib, yaxshilab aralashtiramiz. Va shunaqa narsamiz bo'lgandan so'ng, ya'ni nachinkamiz tayyor bo'lgandan so'ng suv quyamiz. Ya'ni go'shtlarimiz xil bo'lishi uchun va suv tortilguncha qaynatamiz. Va avvalgi quymoqimizga tayyor bo'lgan nachinkamizni solib o'raymiz. Menda videoda ko'rilmagan o'raganim, mana rasmini ko'rsatib qo'ydim. Yoqimli ishtaha.